Bugun yasoyoqlik operatsiyasi va undan keyingi natijalar haqida gaplashamiz. Yasoyoqlik operatsiyasi o'zi nima uchun qilinadi? Yasoyoqlik uchun. Odatda ko'pchilik bemorlar yasoyoqlik bilan murojaat qilganda biz 3-4 daraja bo'lganlarga operatsiya deb tavsiya qilganimizda, voy operatsiya, nega operatsiya deb qo'rqishadi va uyiga ketgandan keyin ham uydagilar kattalar bilan maslahatlashib, yo biz bolani qiynamaydigan bo'ldik, yo biz operatsiya qildirmaydigan bo'ldik deya qaror qilishadi maksimum bemorlar. Lekin biz yasoyoqlik bo'yicha qilgan operatsiyalarimizdan natijalar haqida aytadigan bo'lsam, yasoyoqlikda odatda 5 yoshdan keyin biz bolalarga operatsiyalar tavsiya qildik va jarrohlik amaliyotlari amalga oshirib kelinmoqda. Agar bolada qancha kichkina bo'lsa, natijalarimiz ham shuncha chiroyli bo'lgan. Hozir qo'yib boraman natijalarni ham, oldingi va keyingi bilan. Ko'pchilik o'ylashadi, yasoyoqlik jiddiy muammo emas. Yo'q, aslida yasoyoqlik jiddiy muammo. Hozirda siz ota-ona sifatida bolangizni qiynalmasligi, jarrohlik amaliyotini o'tkazmasligi uchun o'ylab, yo'q, yasoyoqlikka operatsiya qildirmaymiz deb qaror qilayotgan bo'lsangiz, bolangizni kelajakda butun umr qiynalib qolishiga sabab bo'lgan bo'lasiz. Chunki bizda bemorlar bor, yosh vaqti 5 yosh, 6 yoshda ham yasoyoqlik bilan kelganlar bor va 30-35 yoshda ham, 20-25 yoshda ham yasoyoqlik muammosi bilan shikoyat qilib kelganlar bor. Va bizda jarrohlik amaliyotlari hatto 32 yoshli bemorlarda ham amalga oshirildi. Bunda natijada katta farq qiladi. Yosh bolalarda agar operatsiya qilinganda, operatsiya natijasi juda ham yaxshi. Bola ko'p ham qiynalmaydi, faqatgina o'sha gipsda yurgan vaqtida biroz qiynaladi xolos. Va undan keyin natijalarimiz juda ham chiroyli bo'lyapti. Lekin 30 yoshdan oshgandagi bemor bizga kelgan holati aslida juda ham achinarli. Chunki bemor o'sha bizda ikkala qo'lda hassa tayoqda tayanib yurib qolgan, oyoqda deformatsiya kuchayib ketganini hisobiga. Yasoyoqlik bu faqat shunchaki ko'zga chiroyli ko'rinish, estetikasini to'g'irlash emas. Yasoyoqlik agar bemor shunaqa holatda davom etaversa, ularda tizzalarda deformatsiya, kelajakda birorta ishda ishlaganda agar turib ishlaydigan ish bo'lsa, 1-1,5 soatdan oshiq tikka turib ishlay olmaydi yasoyoqlik bilan. Chunki ularda uzoq vaqt turganda oyoqqa tushadigan balans yasoyoqlikni hisobiga to'g'ri taqsimlanmaydi oyoqda. O'shani hisobiga bemorlarda juda ham ko'p og'riqlar bo'lishi mumkin oyoqda va deformatsiyalar kuzatiladi va bu deformatsiyalar ham kelajakda kattaroq muammolarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun agar bolangizda yasoyoqlik muammosi bo'lsa, qaror qabul qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'ring. Faqat bugungi kun emas, hozirgi vaqt emas, bolaning kelajagi haqida ham o'ylab ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim.